Eronda ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Eronda 12 kundan beri ommaviy norozilik namoyishlari to'xtamay kelmoqda. Milliy valyuta realning keskin qadrsizlanishi va chuqur iqtisodiy inqiroz aholini ko'chalarga chiqardi. 8-yanvar payshanba kuni namoyishchilar Tehronning asosiy magistrallaridan biri Ayatolloh Koshoniy bulvarini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda mamlakatning turli hududlarida to'qnashuvlar va yong'inlar aks etgan. Kadrlarda qurol ovozlari eshitilishi, xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qarshi ko'z yosh oqizuvchi gaz qo'llangani, hatto o'qotar qurol ham qo'llashmoqda. Namoyishchilar esa politsiya mashinalarini yoqib yuborgani kuzatiladi. Hozirda namoyishlar Tehron, Isfahon, Shiroz, Mashhad, Kermanshoh, Lardigan va qator boshqa shaharlarda davom etmoqda. Eronning g'arbiy qismida Iroq bilan chegarada joylashgan Ilon viloyatidagi Abdanan shahrida namoyishchilar politsiya boshqarmasi binosini egallab, shahar ustidan nazorat o'rnatgani haqida xabarlar tarqalgan. Shuningdek, Malakshohiy shahri ham to'liq namoyishchilar nazoratiga o'tgani aytilmoqda. Xrana agentligi ma'lumotlariga ko'ra, norozilik namoyishlari mamlakat bo'ylab 111 ta shahar va qishloqni qamrab olgan. Iran Human Rights tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, namoyishlar boshlangandan beri kamida 45 kishi halok bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida 8 nafar bola ham bor. Shuningdek, 2300 dan ortiq ishtirokchi hibsga olingani qayd etilmoqda. Eron hukumatı esa rasmiy ravishda 21 qurbon haqida xabar bergan bo'lib, ular orasida xavfsizlik xizmatlari xodimlari ham bor. Ilk kunlardagi to'qnashuvlarda turli manbalar 16 nafardan 36 nafargacha namoyishchi halok bo'lganini qayd etgan. 28-dekabr kuni Tehrondagi Grand bozorda namoyishlar avj oldi. Savdogarlar giperinflyatsiya va narxlarning keskin o'sishiga qarshi chiqib, do'konlarni yopishdi. Asosiy mahsulotlar yog' va tovuq go'shti narxlari bir kechada keskin oshdi. Ayrim oziq-ovqatlar turlari esa umuman yo'qolib ketdi. Narxlarning beqarorligi savdogarlarni savdosini to'xtashga majbur qildi. 2025-yil dekabr oxirida Eron real kursi 1 AQSh dollariga taxminan 42 ming realga teng bo'lgan. Hozirda esa milliy valyuta rekord darajada qadrsizlanib, 1 AQSh dollari 1.400.000 realga to'g'ri kelmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, oktyabr oyida Eronda oziq-ovqat inflyatsiyasi 64% ga yetgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha Eron faqat Janubiy Sudandan bir pog'ona ustun bo'lib turibdi. Namoyishlarning radikallashuvi 2009 va 2022 yillarda Eron hukumati ommaviy hibsga olishlar orqali xalq noroziliklarini bostirgan bo'lsa, bu safar namoyishlar mutlaqo boshqacha tus olmoqda. Hozirgi namoyishchilar kuch ishlatishga kuch bilan javob qaytarmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, namoyishchilarning bir qismi o'qotar qurol va portlovchi vositalar bilan qurollangan. Malakshohiy shahrida bir politsiya xodimi otib o'ldirilgan. Lardiganda esa 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi halok bo'lgan. Shuningdek, taxminan 30 ga yaqin xodim yaralangani xabar qilinmoqda. Ayrim hududlarda namoyishchilar davlat bayroqlarini yirtib tashlagan, Ayatolloh Xominiy haykallarini ag'dargan va politsiya binolarini yoqib yuborishgan. Tehron ko'chalarida minglab odamlar to'plangani, keskin to'qnashuvlar davom etayotgani qayd etilmoqda. Norozilik bildiruvchilar ochiq bayonotlarda Eronning ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qimmat tashqi siyosat aholini qashshoqlikka olib kelganini ta'kidlamoqda. Bu tezis avvaldan Eronga qarshi kayfiyatdagi kuchlar tomonidan ilgari surilgan bo'lsa, AQSh sanksiyalarining kuchayishi va hayot sharoitining yomonlashishi ortidan u keng xalq noroziligiga aylandi. Internet va axborot blokadasi. Eron hukumati nazorat choralarini keskin kuchaytirgan. Mamlakat bo'ylab internet trafiki qariyb 90% ga kamaygan. Ayrim hududlarda
telefon aloqasi ham ishdan chiqqan. Cloudflare IT kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, erkin internet kirish imkoniyati asosan davlat idoralari va xavfsizlik xizmatlari xodimlari uchun saqlab qolingan. Tahlilchilar qayd etishicha, Eron jamiyati, ayniqsa yoshlar qatlami ancha urbanizatsiyalashgan, bilimli va internet orqali tashqi dunyo bilan uzviy bog'langan. Hukumat aynan shu aloqani uzishga urinayotgani ta'kidlanmoqda. Mamlakat ichidagi siyosiy reaksiya. Eron rahbariyati o'tmish saboqlarini hisobga olgan holda harakat qilayotganini bildirmoqda. Biroq qattiq qo'l siyosatdan voz kechgani yo'q. Sud tizimi rahbari G'ulom Husayn Mahseni qo'zg'olonchilarga hech qanday imtiyoz bo'lmaydi deya bayonot berdi. Tehronda siyosiy va xavfsizlik elitasi, shuningdek nisbatan mo'tadil pozitsiyasi bilan tanilgan prezident Masud Pezeshkan ham umumiy tahdid oldida birdamlik namoyon etmoqda. Xalqaro bosim. AQSh prezidenti Donald Trump bergan intervyusida, agar ular odamlarni o'ldirishni boshlasa, AQSh juda kuchli zarba beradi, deya bayonot berdi. Mutaxassislar bu so'zlar vaziyatga ikki xil ta'sir ko'rsatganini ta'kidlamoqda. Bir tomondan u namoyishchilar orasida tashqi qo'llab-quvvatlashga umid uyg'otmoqda. Ikkinchi tomondan esa Eron hukumatiga tartibsizliklarni Washington va Tel Aviv ta'siri sifatida talqin qilish va o'z tarafdorlarini safarbar etish imkonini bermoqda. Shu munosabat bilan Liviya bilan o'xshashliklar ham tilga olinmoqda. 2011-yilda G'arb davlatlari Beng'ozida namoyishchilarni himoya qilish va yordam berishdan boshlanib, keyinchalik harbiy intervensiyaga o'tib, Muammar Qazzofiyning ag'darilishi va halokatiga olib kelgan edi. Trump ma'muriyati Venesuela rahbari Nikolas Maduro qarshi amalga oshirilgan operatsiyadan so'ng Eronga nisbatan ham keskin bayonotlar bermoqda va bu tahdidlar endi jiddiy qabul qilinmoqda. Javob tariqasida Eron oliy rahbarining maslahatchisi Ali Shahmoniy Eron xavfsizligiga tajovuz qilgan har qanday qo'l kesiladi deya bayonot berdi. Tahlilchilarga ko'ra, AQSh bilan ochiq to'qnashuv yuzaga kelsa, Eron mintaqadagi Amerika harbiy bazalariga zarba berish ehtimoli mavjud va bu butun Yaqin Sharqni keng qo'lamli mojaroga tortishi mumkin. Inqiroz ostonasida. Hozirda Eronda barqarorlik juda nozik holatda. Aholi hukumatdan qo'rqmasligini, davlat esa kuch ishlatishdan qaytmasligini ochiq bildirmoqda. Ayrim kuzatuvchilar bu manzarada Qazzofiy va Asad davrlarini eslatuvchi jihatlarni ko'rmoqda. Yaqin kunlarda Eron siyosiy elitasi qabul qiladigan qarorlar nafaqat mamlakatning, balki allaqachon beqaror holatda bo'lgan butun Yaqin Sharq mintaqasi kelajagi belgilab berishi mumkin.